Nə üçün desə məndim, yaxşı adammandan. Assalomu alaykum Zanfir aka. Siz bilan bugun bir qisqacha savol-javob aytib beramiz, Xudo xolasa. Va alaykum assalom. Qani boshlang. Zanfir aka, bu sohaga necha yoshingizdan kirib kelgansiz? Bu sohaga men 13 yoshimda girib kelganman. Zanfir aka, bir kunda necha galin ishlagansiz? Bir esda qolarli, qiziqarli voqealar ham bo'lganmi? Bir kunda men 17 gelin chiqarganman. Bir o'zim. Qizlarim o'zlari sochlarini gafriyatib, tayyor etib bergan, qolganlarini darrov tez etib berganmiz. Saat 3'da başlagan bo'lsa, eng so'nggi gelinni 11:30-12larda chiqarib berganman. O'ta dahshat kun bo'lgan. Qiynalmaganmisiz? Yo'q, xudoga shukr. Bu qayta bir boshqacha bir motivatsiya kuni bo'lgan menga. Zanfir aka, hozirgi makiyajlarda siz uchun eng muhimi nima deb o'ylaysiz? Professional parfümeriyadan foydalanish va gelinlarning o'zlariga mos uslub tanlab bilish. Zanfir aka, nima uchun gelinlarimiz aynan sizni tanlashi kerak? Ne üçün desem mendim, yaxşı adammandan. Yok, ne desem gelinlerinin içine girip gitiş gerek, o bilan opa-singil muloqot qilish gerek ve o'zlarining istek xohishini xud o'zimning istek xohishimning qabul qilish gerek. Bu eng glavniy narsa. Rahmat. Zanfir aka, bahor mavsumi ham kirib keldi. Gelinlarimizga nov maslahatlarni berasiz. Yüz parvarishini va salona gelib, salonchilar bilan yoki kosmetologlar bilan maslahatlashib, to'ydan oldin shuni birinchi navbatda qo'yish kerak va gelin ko'ylakdan fasla qarab, o'zlari moslashtirib tanlashi kerak. Hozircha bizning qisqacha savol-javobimiz tugadi, lekin bu bilan polni tugatdi emas. Xudo xohlasa yana ham qiziqarli savol-javoblar o'tkazamiz. Obunachilaringiz uchun bir yaxshi tilaklaringizni aytib ta'minlasangiz bo'ladi. Obunachilarim uchun eng yaxshi tilaklarimni bildirib qolaman va glavnisi to'ylardan, tashkillardan, yaxshi kundan hech qachon boshlari chiqmasin va albatta to'ylaringizda men xizmatlaringizda bo'lg'ayman.